Direktör. İşten düştünüz mü? Bu çağı olganda işten düşmey işe çıkadın mı? İkimiz bir paranışmaqsa xo'pdiki. Nemini paranlaşımız xislaydi, ha? Mende kechirim so'rab, pul ag'il kelgansiz, Axshan. Nima? Nima deyapsiz? Siz menda kechirim so'rasing to'g'ri bo'larmiki? Kallangizdan dadi bormi ya? Ha? Tunigun pulni bersam, tashrif ketasiz. Bugun nima keldingiz? Ha? Menda kechirim so'rab, shu pulni ag'il kelgansiz. Direktör, men sizga adabsizlik qilib baxmadim. Siz menga adabsizlik qilyapsiz. Shuning uchun siz menda kechirim so'rasangiz to'g'ri bo'larmiki? Ey, bunda yuzingiz qilin qizalarsiz, ha? Lider hamma sizga debdi-ku. Aminadarning ishini o'qibsiz. Shuning uchun qilganlaringiz uchun menda kechirim so'rang. Tushunyapsizsiz, tushunamidingizmi? Ha? Bu kechirim deganni xato qilgan odam so'raydigan-ku. Shundoq. Siz xato qildingiz. Shuning uchun siz menda kechirim so'rang. Siz nenda qo'rqinchli qizalarsizlar, ha? Mushu vaqtgacha agi deganmigingiz bikoga emaskanda sizdan. Siz mush deganlaringiz uchun menda kechirim so'rang. Direktör, men bu yil endi 29 yoshga kirdim. O'tgan 8 yilda men shirkat uchun jafoliq tirish pishildim. Siz haddidan bek ashurvatdingiz, direktör. Men hech qachon boshqalarning chapinda ta'linib baxmadim. Men har vaqt o'zimning kuchiga tayinib mushu o'ringa keldim. Tushundingizmi? O'zingizning kuchiga tayingan bo'lsangiz, nima ish qilsiz liderning kayniga yoshirinib, ha? Mening ishxonamda ishlab boqsangiz bo'lmamdi. Siz sizning ishxonangizda ishlashimni shunchalik orzu qilsiz, shundaqmi? Shunda qilalamsiz xislatmidar? Shundaq. ishxon mudirligidan odatdagi kotiblik tushsangiz, amalingiz xilili tushib ketgan bo'ldi xislat. U vaqtida xizmatdoshlaringiz sizni sog'liq qilishi mumkin. Shon Shuhratga shuncha amoq qiz. Bu ahonatga chiday olasizmi xizmatmidar? Agar chiday olsam-chi? Bir ay ishchidilam. Monqillaringiz cho'g'ilib ketib qolasizmikin xizlat? Mudar. Siz meni shunda bo'shchaqlab qolgan o'xshamamsiz, Po'lat direktor. İşte qilalamsiz. Bo'ldi. Men atidan boshlab direktorning kotibi bo'lay. Agar bir oygacha monqam cho'g'ilib ketib qolmasam, siz aytganlaringiz ham qilganlaringiz uchun mendan kechirim so'ray olamsiz, direktor. Albatta. Kasbimni ko'ziga ilmaganligingiz uchunmi kechirim so'raysiz? Agar sizlar shunday qila olsangiz, men cho'qqim kechirim so'rayman. Hisob. Hisob. Hava o'zgarib ketdi-ku. Gulzar, seningcha Cesur qanday ekan? Bo'lamdika? Qarmoqqa xil bo'lgandek qildi. Ko'zimga mu xil issiq ko'rindi. Biroq oilasi toza mos kelmaydigandek qilamdi, qandoq? Ey, bola yaxshi bo'lsa bo'ldi. U doktorxonamizga kelgani 3 yil bo'lgan bo'lsa-mu, xizmati intayin tirishchan, bak mas'uliyatchan bola. Agar uni kuyovlik qilib olsak, kim xaplisi qilchakendek ish bo'ldigina.
Nima deydigansiz? Bo'ldi qilgan ama. Ailesidan voz kelishim bek muhim Cuma. Ey, mos kelmaydigan nimasi bor? Vay aka, hiç oturup sen bu yağmurda. Xeridar mı yok ki? Şu yağmur pek yağıp gidiyordu. Vallahi kalta kıldı ki. Vay aka, küçük bal olmagan diken özler bir amallı kıla. Ya ettigen çıkıp bakanda kuladı günlük mü yoktu bulanı. Uladın ensirmigine aka, keş yok gitti, keş tamamını soğuk gitti. Oldu dükkanı takıp öyle kire. Sen çıkıştı onu hazır coşturup aklımda çıkma. Ems hayal okkanmay tezrak kirgin Cuma. Oldu. Hazır çık. Bir ay işçide küydü köp anı yığıştırmışsan. Meneme. Oi, Ada, ben qaytib keldim. Ha, geldin balam. He. Ben odu kap sende. Yo'q, taksida o'sib keldim. Tamak yedin mi? Tamoq yedim. Oy, akıllı kızım. Kayıt geldiniz mi? He, tonlap gitipsiz de. Tamakçı. Yedim. Hey, işte kırık kitabına. Tonlap gitipsizler. Tura. Oy. Bu keçin taladı yürüsüz balam. Parvar ammam bir narsa kerak buyurgandi, akirdim. Asta. O perverni. Keçide Kaysarni buyurmandı bundan işqa. Ha, Kaysarçı balam. Qaysar akam tamoq yopib uxlab qoldi. Aynen. O uxlaydı da. Uxlaydı. Tag'a, Ha? do'konni taqamabsiz-ku. Ha, endi taqayma balam. Ha, siz kirib dameleyverin. Tag'a, Qaysar akam sizga yordamlashmamdi. Ha, o yordamlashidi balam. Yordamlashidi. Ha, qani, Men kirib. yordamlashay istik bo'ldi. Ha, yap oldu. Tan taqaylik. Chiroq. Ma'qul. Lekin siz ko'tarolmaysiz ku deyman. Turaraymi? Oy, ko'tardik ya. Ha. Jira. Saat 6 bo'ldi balam hozir. Ha, bugundan boshlab direktorning kotibi bo'lib ishlagan bo'ldim. Shuni oldirayman dedi. Cuma. Nima? Daryoңыз tushibdimi? Ha, yo'q, undaqa emas. Shirkatda bir ish bo'lmoqchimi? Yo'q. Men sana bir kun ayrim deb beray. Cuma dada. Oldirayman. Oldi. Yo'lda diqqat qilaman balam, ha.
Xizmat müdürüme. Polat direktör hazır öğden çıkıp şirketim mağdı. Ma'qul, uqdim. Attiganligingiz xayrli bo'lsin, direktor. Bugundan boshlab direktorning ishxona katibi bo'ldim. Ismim Xislat. Bundan keyin texim yaxshi ishlashga tirishaman. Siz sarang bo'lib qoldingizmi ya? Ha? Bundaq zo'm-zo qilingan hurmatni faqat qilmayman. Sirtimiz men getirib olay. O'zim sumkasini o'zim ko'tiraman. Ayas men getiraylik. Qilmang dedim. Ishg'ollar beklar kizib ketdi va. Bundan keyin xizmatingizning qulaylik bo'lishi uchun kitob jazdiriq hujjatlaringizni radlavatdim, direktor. Qaltis. Bir kunlik qilib oldingizmi shu jo'la ishni? Hamma ish pokislikdan boshlandi emasmi? Yaxshi. Sizga tunji kuni chiqib tushib, menga yaxshi ta'sir qoldiray deb o'ylab qolibsiz-da, Xislat kat. Mening sizga qanday ta'sir qoldirishim men uchun ancha muhim emasligini siz mendan yaxshi bilasiz-ku, deymi, direktor. Shundaqmi? Ammo bu yerdagi ishlar mening o'ylaganim bo'yicha bo'lishi kerak. Mana narsalarmi mening o'ylaganim bo'yicha qo'yilishi kerak. Bo'lmasa diqqatim chekiladi. Tushundingizmi? Dastlabda kun emasligingiz mumkin, lekin ishlatgandan keyin rozi bo'lib qoladingiz. Ma ishni yutotamsiz, Xislat. Ha? Bu ishlar hammasi mening odatim bo'yicha bo'lishi kerak. Mana narsalarning hammani joy-joy qo'yib turdim. Bo'ldi, direktor. Deganingizdek bo'lsin. Endi ma choy. Dadam yoqtirgan choyni men yoqtirmayman. Ikkimiz ikki xil odam. Men deganda qahva ichib odatlangan. Shunga menga atdiganlar qahva demlab turing. Tushundingizmi? Moka bo'lsin, qansiz, qiniq damlangan bo'lsin. Esim tutma, direktor. Ma sizga kirganman. Bu mening sizga bo'lgan ko'nglim. Ha, chiqibdi bu. Chiqibdim. Kechiring. Kechiring, direktor. Yana boshqa ishlar bormi? Atdiq bir muncha vaqtimni oldingiz. Kechiring, men diqqat qilay. Ha. 5 minutgacha bugungi ma'lumot qatnashadigan faoliyatlarning dokladini menga yetkazib turing, ha? Bo'ldi, direktor. Ishni petdan. Mana. Xislatga taqobil turish choralarim. Xizmatni inkor qilish, rad qilish, qat'iy maqtamaslik. Bu xizmatni rad qilsam, albatta maqtamayman. Shunday qilsam menga taslim bo'lmay amal yo'q. Lekin aşırı etmesligim gerek. Pek aşırı etsem bu partlaydı. Hatta dadam mı bunu artık yakılamsa sonulaşka pek aşırı etmesligim gerek. Ama bu yerde mening deganim esim. Hayat. Shuncha jiddilashgidek nima ish bo'ldi? Voy aka. Xislat ko'chada rost bir yigit bilan urushib qopdimi? Ha. Shu ishmidi? Ha. Sig'izg'ining dab bo'pti-da san, ha? Voy aka, voy aka.
Vay kuyog'limdan aldı bile yamanlamay. Bana neymiş boğalığın bir dep bir yere. Ne boptu sen bize kişilik uruş bakmagandek gap kılsın. Vay aka. Bu diyen bağı bizge berilgen bir bişaret. Ne bir işaret? Ay konuladı bağı. Kız balı çoğun olsa huyu buzuldu, oğul al çoğun olsa önü buzuldu diyen gap ba. Tamam Vay aka. Biz bağı hazır kızlarga yardım kılmasak bulmaydigan vaqt kep kaptı. Ukam dine qanday yordam qilamiz? Layık tapınız. Bana. Rahmet apa. Apa? Bir ish yo'qdi. Bir xil qarab o'tirib ketdingiz-ku. Qarsam bo'lmamdiki. O'zimning qizimga. Mening qizim degan bek chiroyli. Qarsa qarg'im keldi. Kitap ko'ribsiz qizim. Bana. Sizga deydigan bir gapim bordi. Davering. Jiratgan yigitingiz bormi qizim? Apa. Qizim, siz mo'cham bo'lib qoldingiz. Ömürlük işinizni o'ylashmasak ham bo'lmaydi. Qindag'ay. Bormi yo'qmi? Hijil qilma apa undaq. Bakıp bakende. Kim? İsim neyme? Nerede işleydi? İsmi Cesur. Öz doktor. Dadangizning doktorxonasida. Siz qanday bilsiz? Dadangiz tomoqqa borgan ko'rgan. Qizim, agar jur'atgan yigitingiz shu bo'lsa, vaqtida buni aytsangiz yana bo'lar. Nima? U sizga mos kelmaydi, Darna. Menimcha siz ishingizni o'ylashib qo'ydim. Do'stim Jamilaning o'g'li yaqinda Amerikada o'qish bitirib qaytib keldi. U hozir bizning og'zimizga qarashdi. Apa, meni yaxshi ko'rdigan adamim Batusa. Bolam, men degan sizning opingiz. Men hech qanday vaqt sizga yomon bo'lsin demayman. Men surishtirib ko'rdim. Ularning oilasi bilan bizning oilamiz uchun faqat mos kelmaydi ekan. Shuning uning bilan vaqtni munosabatingiz bo'lsangiz. Lekin o Cemil apam o'g'limni yaxshi ko'msam apa. Hay bolam. Muhabbat deganicha. To'ydan keyin yetishtirmasam bo'ldi. Apa, bu Na, bir odatdagi doktorga nimaga tartib ketsangiz? O'zim bir odatdagi yigitgan-ku. Oilasi ham shundoq. Bizning oilamiz bilan shuncha farq va oila bilan biz qanday qudubochilik o'timiz? Va bizni o'ylab qo'ying, bolam. Agar u oila kelin bo'lsangiz-chi, bir umr jafo etasiz. apa siz o'ylagandek bo'lmaydi. Barna, hozir mening gapimni anglamasangiz, keyin opam hajab askartmab deganda keyin mendan ranjiysiz qizim. Jinim apam rost pushaymon qilmayman. Jesurga ishonmay u meni baxtli qila oladi. Mana shuni bilamda apa. Bo'ldi bolam. Mening deganimdek bo'lsin. Apa. Men mangdim o'zi. Nega mangdin kelgan? Bir xizmat qilishgan, gap ko'rish taqay. Ha, bo'pti berib kel. Eras, Rana ko'rinmaydi, bir yak aytmadi-da. Rana tushlik tomoqdan keyinla saqchi idorasiga berib kelay deb ketdi-ku. Bu qaysi oshxona bordi-ki? Qaysi saqchi idorasiga bordig'ini uqmadim. Ish qilib o'zi biroz jiddilashib qolgandek turdi. Senmize. Somkini jutirib aytgandiki, o'zing izlab baqsang bo'ladi. Necha kun qarab beqib, agar somki tepilmay qolsa, bu bolani men o'zim opirib maktab o'rlashtirib qo'yib kelay deyapman.
so'mka tepilmaydigandek turdi degina. Tepilgan taqdirda bu puldan umid yo'q. Tepilib qoladi da. Bo'pti, men berib kelay misan? Kech Ha, ko'rsa. bo'ldi, yo'lda diqqat qil. Ma'qul da. So'mkani unutqanma, izlab baqsan. Ma'qul da. Xo'sh. Ha, ma'qul, xo'sh. Soqchiqani bog'im bilan bekali. So'ng sepis allaqachon xabar olmamdi. Rahmat qiz, nelar yuriydi ekan. Yerim gün işlesem bulamdı o. Bo'ladi, yarim kun ishlayman desangizmi bo'ladi. Mishal ishlayotganlarning hammasi yarim kunda smenal ish ishlaydi. Ba'zilari tushdan burun, ba'zilari tushdan keyin. Siz muqim yarim kun ishlayman desangiz, o'zingiz vaqtingizni qarab o'rinlashtirsangiz bo'ladi. Bir qarab keldingizmi? Ha. Bunday bo'lsa, anketlarni to'shqizib, bizning bolalarga berib qo'ysangiz, biz aloqalashaylik. Çapat attınız. Rahmat direktor. Aa. Xizmat müdürünü ish ketibdi. Mudir o'ltirdi-ku. Ishni qilmay o'tiramda. Bir ish qilayotgandek emas. Bo'lmasa qarab boqaymi? Ha, ya bo'ldi. Bo'ldi, ishingiz qiling. Baq, qo'shamiz. Ishni qilmay o'tirdi. Bizningki ahvolimizda televiziya, teatrlar to'rda taqiqladi. To'rda bo'lgandan keyin buning kinoxonalarga o'xshab bevosita bilet setib, bilet kirimi orqali uning ma'lum qismida deydigan amal yo'q. To'rda taqiqlangandan keyin biz ma'lum bir shirkatlarning, masalan, Şinjan Dilkan xalqaro savdo cheklanish shirkati tojdorligini oldi. U ma'lum mablag'ni berdi. Bu Nazifa alay talab qildi. Uningdan ozroq mablag' berdi. Yana birlari ozroq berdi. Shunday qilib, sog'in mablag'imizdan oz bir qismi buningdan to'liqlandi. Anadan keyin agar mablag' sog'uvchi kichkina nabga erishib qolsa, qizg'inligi shuqur ko'tariladi. Kelar qatim ma'nodan yaxshiroq ishlasam, Dilkan xalqaro savdo cheklanish shirkati menga qiraq pul berdi degan umidini yana bir filmga boshqa turishga boshlaydi. Agar unda bo'lmasa, birdan bu sohadan chekinib chiqib ketadi-da, shundan biz bu sohada o'zimiz o'tirib qo'yamiz degan gap. Hozir markazning tatbiqongacha partiya hukumat bu ishlarga, madaniyat ishlariga intayin ko'ngil bo'lyapti. Keng sharoit yaratib beryapti. Bundan afzal sharoitdan foydalanib, hamda o'z Şinjan yarimlat xalqining baxtiyor turmushi, xushal-xuramligi, inoq ijil ittifoqligi, tinch turmush ifodalanadigan ko'pchilikning, ya'ni avam fuqarolarningki ko'ngliga yaqinroq hikoyalarni tepib, ko'proq shunday ko'ngil etish fursatini hozirlash, ammo shu kino ishlovchilarning, adabiyot san'atda shug'ullanayotganlarning burchi qaranglar, mas'uliyati u. Undan boshqasi bo'lmaydi. Hamda bu bir sizlarga ancha-muncha bir to'g'ri deyaldimi, deyamadim bilmayman, ko'pchilik ammo ular bizning ustozimiz mushuni o'ylab baqsanlar bo'ldi. Ularning muvaffaq darajada aminachim bor kinoda ilonni ko'p emasga, mana shunday muvaffaq darajada ilon aralashtirishni cho'qim to'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Ammo unda ishlameydi deb tushunishinglarni umid qilamiz. Chunki bu dunyo, butun dunyodagi bu texnikadan hammasi o'xshashmaydi. Bu biz qochib ketadigan ahvol emas. Agar nurg'un pulimiz bo'lsa, ilonga qo'shmay, o'zimiz pulni chiqarib ishlab baqa taqt. Unda imkoniyat yo'q, xafa bo'lmaysizlar. Unda odam yo'q, unda ishlar balkim bektas. Shunga bu bir. Ikkinchi o'zimni tushuntirib qo'yganim hamda menmi qaranglar. Bir necha programmalarga qatnashdim. Suratga elish qatnashyapman. Bir necha shirkatlarning obraz vakili bo'ldim.
Qana qilaman? Men Şinjan millat xalqining farzandi. Nurg'un chiyalar, shu sohalar hozir 30 yil adabiyot san'at sepida ishlab turgansa, shunga sening yuzingdan foydalanib biz o'z mahsulotimizni xalqqa tezroq bildirib olaylik degan iltimosni qilib keladi. Men uning oq ko'rinishini bilmay qarindoshlar. Balduroq bilsa, ash odamning mahsuloti balduroq haq tunutishni bilan balduroq setiladi. Setilsa, shirkat beqiyotgan hech bo'lmaganda 20-30 odam eng tuvan turmush kapalatiga ega bo'ladi. Maaş aladi, maaş ashuladi. Endi onun mahsuloti tunilmasa, setilmasa, xuddi boya so'zlab o'tganga o'xshash bu shirkat qurishdan yaltiyib qoladi. Mahsulot ishlashdan yaltiyib qoladi. Biz davomli Şinjan'dagi millat xalqimi dunyo ahliga o'xshash relsda menishimiz kerak. Taraqqiyotda tang bo'lishimiz kerak. Bizmi taraqqiy qilib madaniyatlik odamlar to'piga aynimiz deb shunday ketayotgan taraqqiy qilayotgan odamlar cho'qim kallimizni misl ko'tib ilg'or ideya bilan har bir ishqinni so'g'aqqonlik bilan hayajonlanib ketmay yaxshi tadqiq qilib matarifini ko'rib, batarifini ko'rib shunday muomala qilganimiz bak yaxshi. Albatta dunyo relsi bilan tang sur'atda menishimiz uchun nurg'un badal to'lashimiz, kalla ishlatishimiz, jafo mashaqqat tortishimiz kerak. Shunda bo'lganda andin saviyali odamlarning qatorida bo'lamiz. Endi butun dunyo mana shunday o'xshash bir taraqqiyotga ketyapsa, bizda unday bo'lmasligi kerakdi. Biz kinoni ishlabsan, qilganing yaxshi bo'ldi, lekin nima ishni e'lon qilib qo'ysa, uni biz e'lonni ko'rmaydi, kinoni ko'rdi deb turib balkim bu bilan sal qiynab qo'yishimiz mumkin. Menmi shu jumlada o'zimning mas'uliyatimni ado qilish yoki shu chiyani, shu sohani bir qo'llash. Chunki dunyo boya deyishgandek mehr muhabbat bilan go'zal deyishdi. Mening qo'limdan keladigan bir ish bilan balkim shu sohaning, shu kasbning yoki shu shirkatning ma'lum ishlari ilgari surilib qolsa, unida ko'p chiqaraq yaxshi ish yuz berdi shu jamiyatda. Buni hukumatmi qo'llaydi qaranglar. Shuning uchun apoqliytonlar ba'zi narsalarda kam qo'saq bo'laydi. Shu dunyoda kam qo'saqlik yengilmas bir qurol. Qaranglar, kam qo'saqlikni o'ziga qurol qilgan har qanday odam dushmanlardan cho'qim g'olib keldi, yenga oladi degan gap bor ko'nlarda. Buni kunzi, minzi degan vaqtlarni tatib Jo'nxo xalqi umdan biladigan haqiqat. Şuna nurg'un ishlarda o'zaro kam qo'saq bo'lib, o'zaro tushunishaylik. Shu Şinjan Dilkan savdo shirkati tojdorligidagi Ota arzusi degan kinoning markaziy ideyasi shu. Kam qo'saqlik, mehr muhabbat, mamnuniyat. Bundan boshqa gap yo'q. Ko'pchilikka rahmat.